Assalomu alaykum, hurmatli o'rtoqlar. Biz yangi obyektimizga keldik. O'zimiz qurib, o'zimiz ustalar tepasi turib nazoratida qurilish bitkazilayotgan uy, 2 etajli uy, 5 ta xona, bitta oshxonasi bor. Xo'p, tashqarida hovlichasi ham bor. Hozir o'sha narsani hammasini obzor qilamiz. Havas qilganlar like bosamiz. Xo'p, 110 mingga shu uyni bag'olamayapti. Qimmatmi, arzonmi, kommentariyada fikringizni qoldiringlar. Ketdi, obzor qilamiz. Xo'p, kirganda chap tarafimizda umumiy hojatxonasi bor. Kelgan mehmonlarga ham qulay bo'ladi. Xo'p, o'rtada darvoza. Mana ikkita 3 ta mashinani ham qo'ysa bo'ladi. To'g'ri yuramiz. Hozir qurilish jarayoni ketyapti. Ozgina ishi qolgan, pardozga ishi qolgan. Xo'p, bu yoqda mana yashil hudud bo'ladi. Hozir mana bu yoqda naves bo'ladi. Pastda o'sha kotelnisi. Kotelnisi bor. Boshqa obyektlarimizda qanaqa bo'lsa, xuddi o'shanga o'xshagan razvednoy naveslarni ham o'rnatiladi, xudo xolasa. O'rtoqlar, podvalda sanuzel, ya'ni kotelniy, qozonxona joylashgan. Xuddi boshqa obyektlarimizni ko'rgan bo'lsanglar, ustida razvednoy navesi bor, ya'ni yomg'ir qordan asraydigan. Uni videosini ham hozir montaj qilib qo'yaveramiz. Bu boshqa bitgan obyektimizning ko'rinishi shunga o'xshagan, masalan. Xuddi o'shanga o'xshagan imkoniyatlarni qilinsa bo'ladi. Bu o'sha havoni chiqarib ketadigan pechga qo'yilgan, ya'ni gaz uchun. Xo'p, bu yoqda o'sha qozonxona ishlatilgan, ya'ni duxkonli kotel. Qo'shimcha har ehtimolga qarshi, ya'ni bir xilda gazdan uzilish bo'ladi. O'shaning uchun har ehtimolga qarshi zapas variant ariston o'rnatib qo'yilgan. Mana gidrosevilkalari hammasi qo'yilgan. Hozir uy ichini ko'ramiz. Chap tarafimizda oshxona. Oshxonamizni o'zingizlarning didligiga mos oshxona mebelini o'rnatganingizdan keyin, xo'p, gazga, svetga oqirilgan, gaz oqirilgan. Kanalizatsiya tayyor, hammasi ulashga oqirib qo'yilgan. Hop, tepaga natijali patolog bo'ladi, lekin hozir ustida ishlayapti, o'sha tugatiladigan jarayonda turibdi. O'rtoqlar, oshxonada va ikkinchi etajda ham koridorlarda tubli pol o'rnatilgan. O'rtoqlar, oshxonadan o'sha chiqqanimizda hovlichasi bor dedim-ku, mana shu hovli tepasida o'sha naves bo'ladi. Yoshi katta otaxonalarimiz bo'lsa, masalan, yozlarda oldida o'sha yashil hudud bo'ladi. Gullarni chiroyli qilib ekib qo'yilsa, choylarni damlab, oshlarni damlab, maza qilib xizmatini qilishsa bo'ladi, xursand bo'lib duo qilishadi. Mana bu yoqqa o'sha shu yozgi kichkina yozgi oshxona ham o'rnatsa bo'ladi, shu barbekyular bilan. Tashqari hovlidan ham hud bor va bu yoqdan to'g'ridan ham shu yerdan kirib chiqib xizmatni ham qilsa bo'ladi. Tapcha. O'sha burchagiga tapchan qo'yilsa, o'sha tapchanda ham o'tirsa bo'ladi, shu mehmonlarni kutsa bo'ladi. Yozda juda ham yaxshi. Xo'p. Birinchi etajda o'zini sanuzeli bor, ya'ni dush. Bu yoqqa o'sha tualet bidelari qo'yiladi. Hali qo'yilmagan, lekin asosiy 90% ish bitgan, kabinlar bitgan. Xo'p, o'sha kirganimizda o'ng tarafda kichkina xol qilgan bo'ladi yoki bo'lmasa eshik qo'yib turib kattalar uchun yotoqxona ham qilinsa bo'ladi. Mana o'zimiz stolga ishlayapmiz. Ikkinchi etajga chiqamiz. Zina bo'yicha. Xo'p, mana elektrikasi ham o'sha hamma uyi yer montaj qilingan, ya'ni bitta joyga olib kelingan hamma avtomatlar. Ikkinchi etajga chiqamiz. To'g'ri uyga mana o'sha standart holatda o'sha oyna o'rnatilgan, ko'p holatda shunaqa qo'yilyapti. Ikkinchi etajga chiqamiz. Ikkinchi etajga chiqqanimizdan keyin mana o'sha o'rtadan
to'rtga bo'linib ketadi, 4 ta xona. Birinchi chap mana mehmonxona sifatida foydalansa bo'ladi. Kelgan mehmonlarni bemalol kutib olsanglar bo'ladi. Katta televizor masalan kelganlarga o'xshab shu anaqa bo'lsa, televizorlar masalan maslahat qilib ko'rib o'tirasiz, dam olib yoki o'sha mahallani bo'lsanglar bo'ladi. Mahallani sekin-sekin mana obodonlashtirilyapti. Mahalla ham tinch mahalla. Abo'ylar ham shunga mos, ya'ni mehmonxonaga mos. Xo'p, o'sha zinadan tepaga chiqqanimizdan keyin endi to'g'rida o'ng taraf. Bu ham bitta spaniya qilinsa bo'ladi. Nisbatan katta bo'ladi. Tashqari hovligimizga bu oyna qo'yilgan. Xo'p, endi keyingi o'ng tarafimizda kichkina bolalar xonasi bu. Bu ham shu tashqariga bolalar shu tashqariga qarash uchun oyna qo'yib ketilgan. Xo'p, to'g'rida shu umumiy hojatxona dushlari bor, sushilkalari bor. Smesitelari o'sha dushoylari hozir endi qo'yib qo'yiladi. Uchun unaqa muammoli ish emas. Xo'p, keyingisi bu chap tarafdagi xonamiz ham agar bolalar ko'p bo'lsa, masalan, o'g'il bolalarga, alohida qizlarga alohida shunaqa qilib xona qilinsa ham bo'ladi. Bu ham o'sha tashqariga mahalla tarafga oyna ochilgan. Xullas o'rtoqlar, o'zimiz qurayotgan obyektimizni kichkina obzorni qildik. O'zingizlarning fikringizni qoldiringlar. Narxi shunga to'g'ri keladimi, qimmatroqmi, arzonroqmi yoki bundan ham arzonroq deb tursa bo'ladimi? O'zingizlarning fikringizni bildiringlar. 2 etajli uy salkam 1.9 so'tga ekan, ya'ni 2 so'tga ham yetmaydi. Ixcham eng hamyonbop narxda qurilgan, lekin ishlatilgan materiallari iloji boricha sifatli qilishga harakat qilingan. Fikringizni qoldiringlar. Bizani kuzatib borishda davom etinglar.